Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolaga shukronalarimiz bo'lsinki, butun islom olamida barcha mo'min musulmonlar bugun Qurbon hayit bayramini nishonlab o'tkazishmoqdalar. Jumladan O'zbekistonda ham hayit bayrami nishonlanilyapti. Butun xalqimiz ko'tarinki kayfiyatda bu Qurbon hayitini o'tkazyaptilar va yana shundaki bu yil Qurbon hayitida 15 ming hojilarimiz ayni paytda Arofatdan Muzdalifaga kelib, Muzdalifada ham ibodatlarni qilib, yana Minoga qaytib kelgan bir kunlarda hayit kunini o'tkazishlikka musharraf bo'lyaptilar. Bu yilgi haj mavsumimiz har yilgidan ko'ra juda ham katta ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Chunki hojilarimiz to o'sha ro'yxatga ariza berib, topshirib, kelib bu hajni ado qilguncha bo'lgan har bir jarayonda shaxsan prezidentimiz o'zlari nazorat qilib berdilar. Hojilarimiz kelishdan oldin o'sha mahalla fuqarolar yig'inida aytaylik ro'yxatdan o'tishligi, ularni tibbiy ko'rikdan o'tishligi va bularni biz haj ziyoratiga tayyorlashimiz, ular uchun guruh rahbarlarini tayyorlashimiz, guruh rahbarlarini bu yil alohida o'quv seminarlar o'tkazib, ularni ta'lim berib o'qitdik va katta bir tayyorgarlik bilan mana Allohga shukr Saudiya davlatiga kelib haj amalini bajaryapmiz. Ayni paytda Makka mukarramadamiz. Madinadagi ziyoratlarni tugatib, Makkaga kelib, Arofatda turib, duolar qilinib, mana Muzdalifaga keldi. Kuni kecha Arofatda hojilarimiz 15 ming hoji qo'lini yuqori ko'tarib, ya'ni 30 ming qo'l ko'tarildi Allohga. Va albatta hojilarimizning duolari mustajab. Duolarimizni asosan yurtimizga, xalqimizga bag'ishladik. Yurtimizda tinchlik bo'lishi, farovonlik bo'lishi, xususan davlatimiz rahbariga minnatdorchilik va shu hoji ishlarini amalga oshirishlikda ko'rsatayotgan juda katta yordamlari va imtiyozlari, imkoniyati yaratganliklari uchun hojilarimiz prezidentimizning haqqiga ham duolar qilishdi. Allohga shukr, mana bugun endi hayitni shukuhida turibmiz. Yana bitta xursandchilikki, kuni kecha muhtaram prezidentimizni mana shu xalqimizga hayit tabrigi e'lon qilindi. Biz 15 ming hoji bu yerda turib ham uni guvohi bo'ldik. Prezidentimiz har doimgidek butun xalqini tabriklab, qadimiy o'sha kelgan go'zal an'analarimiz, urfimiz, odatimizga muvofiq hayitni o'tkazishlik to'g'risida o'zlari chiroyli bir ko'rsatmalar, tabriklar berishlik bilan birga hojilarni ham eslab o'tdilar tabriklarida. Bu albatta hojilarga yana bitta kayfiyat bo'ldi. Chunki hojilarimiz o'zi prezidentimizni telefon orqali muloqot qilib, hojilarni holidan xabar olib, ularni bugungi Makka mukarramada nima bilan mashg'ul bo'layotgani, ularga yaratilgan sharoitlarni so'rab, hol so'raganliklari o'zi hali hojilarning qalbida sururi turgan edi. Xursandchilik ustiga ikkinchi mana prezidentimiz tabriklarida alohida yana hojilarni eslab o'tishligi albatta hojilarimizning qalbiga juda katta xursandchilik bag'ishladi. Inshaalloh bu hojilarimizning duolari yurtimizga baraka olib keladi va mana shu xursandchilik, shu shukuh bilan hojilarimiz Arofatda va'da qildilar, yangi O'zbekistonda tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchisi degan nomga munosib bo'lib qaytishlikni niyat qildi. Inshaalloh mana shu niyatlarimizni amalga oshiramiz. Butun O'zbekiston xalqini muborak hayit bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim yurtimizga Alloh barakot bersin, doimo tinchlik bo'lsin, bayramlar bardavom bo'lsin.